Bilinglar, ey mo'minlar, bilinglar, albatta mol va dunyolaringiz, bola chaqalaringiz sizlar uchun fitnadir. Allohning huzurida bo'lsa, ulug' ajr bordir. Ya'ni bolalar va mol va dunyo ulug' ajrni muqobilasiga, qarama-qarshisiga qo'yilyapti va ularni fitna deb atalyapti. Sinov. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, ikkita och bo'rini qo'ylar qo'rasiga qo'yib yuborishdan, ularni buzib fasodga uchrashishdan ko'ra mo'min bandani molga hirs qo'yishi, diniga hasad qilishi yomonroqdir. Ikkita och ko'rganini yamlab yutaman degan bo'ri turibdi ekan, uni bir qo'raga qo'ylarning ichiga qo'yib yuborsa, ya'ni hayotni shu tarzda tasavvur qilinyapti. Shu zarari ko'p narsami yoki odamni moli dunyoga o'ch bo'lib dinga hasad qilishida zarari ko'pmi? Bunisi ko'proq ekan. Moli dunyoning muhabbati ana shundoq halokatlik narsalarga olib kelar ekan.